Bu videoni pogrushka haydaydigan yoki pogrushka olaman deb yurgan akalarimizga jo'natib qo'yinglar. Yangi partiya 26-yil traylerda kirib kelgan shantoy pogrushkalarimiz kirib keldi. 26-yil samoxod emas, apkatkadan chiqmagan yangi texnika. Bilasizlar, ko'pchilik olib keladi, perigon qilib, samoxod olib keladi. Biz unaqa olib kelmaymiz. Mana tamojniy skladimizgacha traylerda olib kelamiz. Narxi $52,500. 3 kuba kovushkaga shantoydan L55B5 modeldagi frontalniy pogrushkalarimiz. Mana bu yoqda XMG 958 modelidagi yangicha frontalniy pogrushik 3 kubali kovushkaga narxi $59,500. Bular ham samoxod emas akalar. Yangi texnikali kelasizlar, to'lov qilasizlar, bir kunda texnikani olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, texnika pogrushkalarimizdan serob, juda ham ko'p. Pastda telefon raqamini yozib qoldiraman, telefon qilsanglar to'liq ma'lumotlarni beramiz. Agar kimga shunaqa texnikalarning narxi bilan, texnik parametri bilan ma'lumotlar qiziq bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu videoga like bosib, texnika olaman deb yurgan do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. Hammangizga omad, rahmat.